بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد؟ مكاتبة تختامدا bir to'xtamda bir necha qulni bir aqlam to'xtam qilsa bo'lamdi. فإن العلماء اختلفوا في ذلك. ثم إذا قلنا بالجمع هل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم؟ Bu bir tutash to'xtam qilgan holda, masalan, osmondan ot bilan tizmondan otni ikkisini chetib qo'ysa, ot tizmondan o osmondan sal to'xtab turib billah ilib ma'dan ishmi yoki o'zini azat qilib to'layotganlar to'lab ketib azat bo'lardigan, to'layolmaganlar azat bo'lolmay qoldigan ishmi demak. Ya'ni bir-birini yo'lab, bir-birining o'zininkin to'lab qolib boshqalarnikin to'lashib berish kerakmi demak. Hamala degan kofala deymiz-ku. Hamil degan kafil. Yani o'zaro bir-biriga yariylik to'lab, bir-birining pulini to'lashib beramdi demakchi. Chunki to'xtam bir azar. To'xtam bir bo'lgandan bu to'xtamnikini bir aqlam ikki taraf qilib tushgan, 5 aylan bo'lgan bo'lsa, bir aylan o'zining pulini to'lab bo'lsa, qolgan 4 aylannikini to'lashib berish kerakmi degan. Shunga bir aylanla azat bo'lmaydi ash. 5 aylan bir aqlam azat bo'lamdi demakchi. Masalan, 10 ming ko'ydan 50 ming ko'ydan qilgan bo'lsa, bu ash bir pul to'lab 50 ming ko'y to'lab bo'lgan chaqda 5 aylan bir aqlam azat bo'lgan. Bo'lmasa 10 ming ko'y to'lab qolib bir aylan azat bo'lib ketmaydi. So'ngisi men 50 ming to'xtab uzildim. To'xtab uzildim, har bir 10 ming ko'ydan uzildim. Ha. Aslida qarshilmaydi. Kelgan chaqda men azat bo'lmasa 10 ming ko'y qarshilmaydi. فيه أيضا خلاف. فأما هل يجوز الجمع؟ Mağlulaşında toplapılan 5 aylanını bir aqlam to'xtam qilsa bo'lamdi. فإن الجمهور على جواز ذلك، جائزdir. ومنعه قوم وهو أحد قولي الشافعي. İmam Şafii'nin bir qarashida bo'lmaydi debdi. Lekin bir qarashida jumhurdan billah. وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ Ba'zilar shunda bir-biriga egilib, bir-birining pulini to'lab shunda minish kerakmi, kerak emasmi degan masala kelsak, fa inna fihi liman ajaza al-jam'a thalathatu aqwal. Jaiz, yani 5-6 aylanni yoki 3 aylanni bir aqlam bir to'xtamda mukataba to'xtami qilsa bo'ldi deganlar 3 xil qarashda bo'lib turishimiz. Faqala ta'ifatun dalika wajibun bi mutlaq aqd al-kitaba. Birli to'xtam qilgan ekan, buni bir-birini yariylikda bo'lib, yordam qilib, tang azat qilishga kafolat qilish kerak debdi. Ya'ni hamalatu ba'dihim an ba'd. Ya'ni ba'zininki shu to'laydigan pulni kirtirishib berib, xuddi biz safarga ketayotganmiz aslida. Bir mashinada yoki mashina buzilib qoldi, yo'lda mangmiz. Balki ba'zilar shu yerda ba'zilar tutayotgan yo'ldan o'tsa qanday bo'lmas? Yo'lab birlashib birga manzilga yetgan gap. Lekin bo'limi 5 kishi bo'lsa, hamma pulni birga haqida to'lab 5 aylan bir raqam azat qilish kerak. وبه قال مالك وسفيان وقال آخرون لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرط. Bu to'xtamni bir tutash qilish bilan da kepil bo'lish kerak emas. Shart qilsa 5 aylanni bir to'xtam qildik, 5 aylan bir butun. Ochilib to'xtamaymiz deb shart qilsa, ondan shunda bir-biriga ega bo'lish kerak debdi. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد. Bunda bir-biriga bağlanib qolgan shu. Amma adam o'zining kim to'lab chiqdi yurdi. ويعتق كل واحد منهم إذا أدى قدر حصته. فعمدة من منع الشركة ما في ذلك من الغرر. Çünkü bunun da namanlık var. Bir adam mesela 5 aydan 10 ming ko'ydan 50 ming ko'y to'laydigan bo'lsa, unda deyishgan bo'lsa,
bireyden onun koyu ene. Lekin başkalığı yardım kılman da meşgul tülüşü ene kalmaz. Başkalığı üzüm onun koydun yana çıkkesiz gelin koy tölep gitem do ya tülemeyle azat tölep gitem bu ene kalmaz. لأن قدر ما يلزم واحدا من ذلك مجهول. Her bir adamın meçhul tülep çıkışı namalum. Ben özümün onun koyun tülep boğanın iken başka karındaşlarımla yardım bulmanda meçhul tüleymeye وأمدت من أجازه جائز قال شو أن الغرر اليسير يستخف في الكتابة. أنه كتابة تختارين عقد الرفق. Azatulab kessin, bir aşırı kılay deyilgan boğanken bunun da anca namalımlık bulup kalsa yengil karılıdı. Liyannahu beynel seyyidi ve abdi. Bu işkelen oturdum bir kıl hocayillik münasebet boğanken bu da atıballık münasebette yakın münasebet boğanken meyil deyitiz bununla. Vel abdu ve maluhu li seyyidihi. Yani şu kulunun pulumu hocayilinin pulu dekti. Da oğanken bu kancacık pul kayzetip başlamayla. وأما مالك فحجته أنه لما كانت الكتابة واحدة الإمام مالك تختم bir tutaş toktam kıldık bunu. وجب أن يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد. Navani bir şahs çıktığı muamele kılmıyor. Bir şahsdan kıygan toktamdıkla muamele kılmızdır. وعمدة الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة الأجنبيين. Bula bir toktam kılan bulan yatadan bir okşaş bakan muşun başkanına egesini götürdü bulan baki. Toktam kısak belki çıkısı jigimbeş bir koyun bunun elekabın bir vasıta, tüyol vasıta. Üçü iş kadar tapmasa. Şu. Ne için başkanı kebul oldu bulan? Yani adette yat adamı bakatmaya kebul olup onun yükünü götürüyorlar. Şu yok. Özü ihtiyari onun götürelim onun hükmü başka. فمن رأى أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز. Bula yatadamız ama bu kulla birbirine yat. Ondan mukatebeden birbirininkini yükünü götürdüler. Yok, caiz emez. Dadı balı olsaydı belki dadamınkini mantölüteydi. Sibulukta. Kala la tecuzu fi hadal mevda. Ondan bir adamın da birbirine kibul olduğu yok yaptım. Ve innema mena'u hamalatel kitabe li'ennehu idâ acazel mukatebu lem yekun lil hamili şeyun yerci'u aleyhi. Yani müşahede mukatebede müşahede kipil ulaştığında müşahede tosuvetti bular. Ne için? Çünkü mukateb bir adı pulunu tüleyenmeyi kalsa bu kipil olan adam üz tülep koyuyorsun ama tülep koyulan kim bu? Ben tülep koyulan pulunu eli olana deyilgan bir tutamaydı o değil. Mesela adette bunda kipil olsa bir adam gel. Mesela ben size kipil oldum. Size birisinin pulunu vermeyi tuladım. Sonra ben yendim tuldum ben. Tülügen kim? Ben sizinin üyü var, dükkan var. Bunu tutup alayım. Lekin manım cevap, bunun mülkü yok. Pulumunu verip bir şeyini tutamaysa değil. وهذا كأنه ليس يضر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض. Ondan bu pulla birbirine kibirleşte bunda kibirlik denge tazı inemez. وإنما الذي يضر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب لأن يعجز من يقدر على السعي بعجز من لا يقدر عليه. Lekin bu şart bir narsa sebep dedi. Yani pul tapalaydigan kişi pul tapamaydigan, işlenmeydigan kişinin acizliğinden bu mu acizlap ketişige sebep oldu dedi. Qanday? Mesela 5 aylarni to'xtamlashdi. Her biri 10 ming ko'ydan 5 odamga bir to'xtam qildi. Ben 10 ming pul tepib vaqtida o'zimni erishadigan bo'ldim. Lekin sizlar 10 ming tepamdilar. Sonra men sizga bag'lib qilib, sizning ojizliklari sababdan men bu ojizlab, men bu erkinligimga erishmay qoldim. Ben işte bunu tepamda bu işleri yana ketib qoldim. Ben yaxshisini bildim. Başında elini çıkılışını keltirip çıkırdı o deydi. فَهُوَ غَرَرٌ خَاصٌ بِالْكِتَابَةِ Davakim mukatebege has bir namanlık var, karanlık var bir yerde. İlla yuqala aydan innel cema yekun sebeban li'en yekruca hurran men la yakduru min nefsi yesa hatta yekruca hurran fehuve kema ya'udu birikki men yakduru ala sa'i kederke ya'udu bi hurriyeti men la yakduru ala sa'i.
Yeni bir taraftan manda ziyarlık tarafım var. Yani bir taraftan manda ziyarlık, bir taraftan anda ziyarlık. Yukarıda pul tapalaydığı adamın, pul tapamaydığı adamın sebebinden ilişki kaldı. Düşün ama. Yani ya da manda mı deyiş mümkün. Yani bunu çekip koysak, pul tapamaydığı adam, pul tapalaydığı adamın yardımıyla hür bulup geçişi mümkün. فهو كما يعود برقم من يقدر على السعي خدام bu pul tapalaydığı adamın hür bulup geçişini tosap koygandak pul tapamaydığı adamın hür bulup geçişine sebep buluyor. وأما أبو حنيفة فشبهها بحمالة الأجنبي مع الأجنبي في الحقوق التي تجوز فيها الحمالة. كفالة جائز بولدغان إشلادا أبو حنيفة يتدل برس كبل بوز بوندك شرط إشقاسة من كبل بولدو مثلا دتي إشقاسة بولدو دين فألزمها بالشرط ولم يلزمها بغير شرط وهو مع هذا أيضا لا يجوز حمالة الكتابة. Yani şunda boğandığı asli caiz emas deb qaraydigan. Mukataba qilgan chaqda bir-birini de chetib qo'ysak bo'lmaydi deydi. Agar mukatabatda 5 xona bir vaqt to'xtalishi, bu 5 bir to'xtam o'xshay bo'ldi desa, masalan 5 dan bir tugulik chiqib qolsa bo'lsa, to'xtam buzildi. Ash o'lganning haqqida buzilishi mumkin. To'taylarning qilasi. Agar ayollarga qaragan chaqda har bir 10 ming qo'yib 5 50 ming qo'ysam, sen bo'ldisa, bir so'z 40 ming qo'yib bersa, 40 ming qo'yib berganda to'taylar azat bo'ladi. Hozir masalan bu 40 ming qo'yib birdan har birisi 10 ming qo'yib topolmay, birisi 10 ming qo'yib topdi. Yana birisi 2 ming qo'yib deb qolgan topolmay tursa, endi yana birisi 18 ming qo'yib topgan bo'lsa 8 ming qo'yib ma'lum bo'lib bunda ilmomdu yoki ilmomlar emas. وأما العبد بين الشريكين أن الشريك من أترك قلوب القاسة فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب نصيبه دون إذن صاحبه. أزاد قلشتا سورة جملة إذن أزاد قلدود يعني. أمد مكاتبة توختام قلماق شوسا شريكي دب قويماي لهم إذن نسيبستا مكاتبة توختام قلبس قلمدو. فقال بعضهم ليس له ذلك والكتابة مفسوخة بل قطون دخل ميدون. Bunda to'xtam qismi buzutmaz debdi. وما قبض منها هي بينهم على قدر حساسهم. Ay kitaba to'xtam qilib pul olgan bo'lsa, birinchi qarordan men qo'ygan bo'lsa, buni ikkidan tang ulashadi. Buni mukataba to'xtam bekor qilib ketdi. وقال الطائفة يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه. لكن لا يجوز. لا ينسون له تمام. Birinci qarash la yejuzda. Ma u yejuz degan qarash. O'zining nasibasida mukataba qilish bo'lardi. Va farraqat firqatun faqalat yejuz bi idni sharikihi va la yejuz bi ghayri idni sharikihi. Ruxsatni lutfi sunnatun. Wa bil qawl al-awwal qala Malik wa bil thani qala ibn Abi Layla wa Ahmad wa bil thalith qala Abu Hanifa wa Shafi'i fi ahad qawlayhi wa lahu qawlun akhar misl qawl Malik. Demak Imam Shafi'ning kemshada ikki qarashi bor ekan. Birisi Imam Abu Hanifa bilan, birisi Imam Malik bilan. Wa amdatu Malik annahu law jaza zalika la adda ila an yu'taqa al-'abd kulluhu bit-taqwimi 'ala alladhi kataba haddahu minhu. Imam Malik debdi agar shirkiga demaylam o'zining nasibasini to'xtamlash o'tib qolsa, u chaqda ay yerim qismini baholablam yana mushuningdan pulni olib shirkiga berib o'tib, aqlni azod qilish kerak. Xuddi masalan biz odatda yerimini shirik qilib, yerimini azod qilgan bo'lsak, shirkka yerimini berib bilan biz butun azod qilib o'tdik. Mukataba qilgan ahvolda shunda bo'lish kerak deb. Demak, dastlab mukataba to'xtam qilgan xo'jayin yerimini shirkini haqqini to'lash kerak bo'ladi. Shundan butun bu keyin azod bo'ldi demoqchi. Va dalga la yadullu fi tab'id al-atq. Bu faqat lam azod qilgan chaqda yerimini azod qilsak shunda bo'ldi. Va man ra'a anna lahu an yukatibahu bu shirkni birsi bir qonun yerimini 50 mingga azod qilsa, u 100 mingga qo'llaysa, o kirgan 50 ming qo'yib shirkga berish kerak bo'ladi yoki masalan bir pulni ikkidan olgan bo'lsa, bir igisi o'zining nasibasini azod qilayotgan desa, shirkidan so'raymiz. Sizning nasibingizni azod qilamisiz? Ana o'xshash, yo'q azod qilmayman. Pul lozim menga deb qolsa, yerimini azod qilgan shirik aning nasibasini tulib yerimini uni to'liq azod qildi.
Yani İmam Malik deydi, eğer nişada mukatabada bu yerimini mukataba qilgan ahvolda azab qilsa to'laydi. Yani mukataba qilgan ahvolda shirkka umumiy o'xshash mukataba qilmaydigan bo'lsa, uning pulini to'lab so'tdi shu. Lekin mukatabada unda to'laydigan ish yo'q. Shuni joiz emas. Bu etga o'xshamaydi edi. Va man ra'anna lahu an yukatibahu ma ikinci qarash. Yecuz degan qarash. Allahni aytgan ekan, yecuzliqo يجوز قال لا رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان مسرا. قل دبتو 50% haqqida mukotaba qildi. Qilgandan keyin shirkka o'zining nasibasi qilmadi bu. Ashunda menga 3 yil 4 yil deyishgan bo'lsa, 3-4 yilda pulni to'lab bo'lsa deyishgan pulni yerimiga tegishli pul to'lab bo'lgan bo'lsa, yerimi ozod bo'lib ketdimi? Ozod bo'lgan chaqda ana qolgan yerimni yana shirkiga pulni berib o'tib, to'liq ozod qilib o'tadi. Masalan, bizning mamlakatda narsa. Kim? Uning xo'jayini. Uning xo'jayini o'zining nasibasida mukotaba qildi. Masalan, 30 ming ko'y 3 yilda 10 ming ko'ydan to'laydigan qildi. Qanday bu mukotaba qilgan chaqda shirkka men mukotaba qilmayman nasibam degan ekan, 3 yil men 10 ming ko'ydan 30 ming ko'y olganman. Hep bo'lgandan keyin uning yerimi ozod qilib ketdimi? Men ozod qilgan bo'ldim. Şundan şirkim azat qilmaydigan bo'lgan ekan, burungi masalada qolgan qismining qimmatini shirkimga berib, to'liq azat qilib o'tishim kerak. Mesela 60 ming qo'l bo'lsa, 60 ming qo'y. Endi azat qilib o'tish kerak dedim. Fahtijaj malikin huna wa ihtijajun bi aslan la yuwafiquhu alayhi al-khasm. Demak, Imom Malik bu yerda etq masalasiga qiyos qilishunami? Bu etq masalasida u qarashtirib uningga ma'qul kelmaydigan maqisali aytdi bu dedi. Lekin laysa yamna'u min sihhati al-asl an la yuwafiquhu alayhi al-khasm. Lekin bu qarashtiribni ilzom qilamizmi? Bu qarashni to'g'ri desak bo'lardi dedi. Va mashtaratul idni fa da'if. Ijozat ba'sa unda mukotaba qilishrak degan shart qilib o'tish bu ojiz edi. Ma'lum bundan iborat tarjih. وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه شرط أشكام بلاب معقول أشكام بلاب yerimini mukotaba qilgan bo'lsa, mukotaba qilib pulni berib turishmi? An kullu ma adda lish-sharik alladhi katabahu ya'khudhu minhu ash-sharik ath-thani nasibahu. Hozir ikki xo'jayin bor. Bir xo'jayin yerimini azat qilishni mukotaba qilishdi. Lekin bu yerimga masalan 30 ming ko'yni 3 yil bergan bo'lsa, birinchi yilda 10 ming ko'yni berdimi? Bergandan keyin yerimini azat qilmagan shirik va 10 ming ko'yning 5 ming ko'yni oladi deydi. Çünkü anının aslında nesiyesi var. Yerim şirk olgandan keyin. Ve yerci'u bil baqi alal abd. 5 ming ko'yni ilib fas'alahu fihi hatta yutimma lahu ma kana katabahu alayhi. Endi bundaki 10 ming ko'yni bir beribdi, 5 ming ko'yni shirkima olib ketdi. Mana 5 ming ko'y qoldi. Asli 10 ming ko'y to'liq bo'lish kerak. Bundan 5 ming ko'yni bunday ekan, qolib qolgan 5 ming ko'yni kim qolganini men ololmay shirkimga ko'tarib ketdi 5 ming. Lekin 5 ming ko'yga sen mana ishlab tursa, deb puldan to'ldirib Fes'alahu fi. Şu 5 ming ko'yning o'rniga pul bergan 5 ming ko'y, lekin u shirkimga ketdi. Shu o'rnini to'ldirish uchun pul mana ishlab turish kerak. To'xtab turgan o'rniga to'liq bo'lchilik. Demak, shu 10 ming ko'yni to'liqlab turish uchun ishlab turdi deydi. Va hada fihi bu'dun anil usul. Bu qarash sal jiroq. Bu bak murakkab bo'lib وما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي؟ Hamda mukotaba to'xtami shu qul bundan keyin pul teptirib, ishlab teptirib xo'jayiniga bergandan keyin o'zining ozodlikka erishdi. Yani bu qul faqat ishlab topolmaydigan qul. Bu shunda odamga mukotaba qilsa bo'lamdi. فلا خلاف فيما أعلم بينهم أن شرط المكاتب أن يكون قويا على السعي. Bunda ishlab pul topalaydigan bo'lishi shart fikida ittifoq ba'zasi. Liqouli ta'ala in alimtum fihim khayra. Bo'ldi bir yaxshilikni ba'da bilsanglar,
degani bu yaxshilik degan so'zni faqat ixtilafal ulamo mal khayrul ladhi ishtaratahu Alloh fil mukatabina fi qawlihi in alimtum fihim khayra faqala ash-Shafi'i al-iktisab wal amana. Pul topadigan bo'lsa, ishonchlik bo'lsa mukataba qilinglar. Va qala ba'dhum al-mal wal amana. Pul bo'lsa, ishonchlik bo'lsa debdi. Va qala al-akharun as-salah wad din. Taqvodor, xuddan adam bo'lsa debdi. Topadigan bo'lsa demakchi. Va ankara ba'dul ulama an yukataba man la hirfata lahu makhafata as-su'al. Ba'zi ulamolar hunur yo'q, pul olib mukataba to'xtamasiz bo'lmaydi. Nima uchun? Bu pul topolmaydigan bo'lgan ekan. Mukataba to'xtam qilgandagi ularning tilimchilik qildi. Tiliga turdi. Men mukataba uchun manchiman qo'yib turishim kerak, pul topolmadim, pul asla deb xatni tilashga boshlaydi dedi. Demak, bu tilashni yaman ko'rganlikdan demakchi. Va ajaza zalika ba'dhum li hadis Barira radhiyallohu anha. Ba'zi Bariraning hadisi asosan turib joiz bu degan. Annaha kutibat an tas'ala an-nas. Yani Barira men masalan 7 yil 9 yil bilab birdig'anga xo'jaligim bilan to'xtamashgan siz shuni pul bir yordam qilgan bo'lsangiz deb Hazrat Oyshadan tashqari yordam tilab kelgan. Shuni Hazrat Oysha men shundan setilib bilan sizni azab qilay degan. Undan keyin bir shaydan o'zining qo'lida pul yo'q odam mukataba qildi, Oyshadan so'radi. Joizmi mana dedi. وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصناعة. Ondan hech qanday kasb yo'q, pul topolmaydigan bir direkt qilib qolsa, buni mukataba qilishni makruh deb qaraganlar. Maxofat an yakuna zalika zari'atan ila zina. Demak bu pul topolmaydigan erkinlikka erishiman deb o'zini sotilgan ish bo'lib qoldi debdi. G'arbda to'saqaga o'shalarning voqeligida pulga muhtoj bo'lganlikdan nima desan shuni qilib beray deb kelgan. Zaman keyin ondan pulni berib ondan billi bo'lgan chaqda ittaqilla va la tafuddal khatima illa bihaqqi degan chaqda Allohdan qo'rqib tashlab ketgan. Pulni olmaydi. Demak shu qiz pul lozim bo'lganlikdan ma'qul degan. Shunda bular qolmasunda yomon ko'rganlar balki. وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق المدبرة يما mendin keyin qasam san azat deyilgan dedak. Mushunda deyilib bo'lgan bir dedakni mukataba qilishni makruh deb qaraydi. Chunki bu hamda shu vaqt masalasi. 1 yil o'tamdi, 2 yil o'tamdi, xo'jayin o'lsalar azatulab ketgan. Buni joiz deb mukataba qilsak bo'ldi demakchi ekan. Ya'ni mudabbaranimi mukataba qilsak joiz deb qarabdi Imom Malik. Va kullu man fihi baqiyat riqqan. Yana qulluqdan qolib qolgan har qanday qulluqdan to'liq qilinmagan har qanday kishi bo'lib qolsa shu mukataba qilsak bo'ldi. Illa umulatdan boshqa yerimi qul bo'lib qolgan, yerim azat qilingan deganda turli. إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها. Çünkü İmam Malik'in qarashida umulatni ishlatmaydi, qul shaklida unda muomala qilinmaydi. Mukataba to'xtanib qolsa qul degan gap. Qullikqa yandirayotgandek bo'lib qolibdi deydi. Umulat xo'jayindan farzandga oyoq. Demak buning o'g'li huruludir. Ya'ni bu hurlikka unda illashgan bo'ldi. Bunda sotilmaydi. Xo'jayin o'lsa azatga ketishi mumkin. Umulatning ahkamlari keldi. Al-qawl fil mukatib. Ma'wanda mukataba to'xtam qilgan xo'jayin. وأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرط أن يكون مالكا صحيح الملك. Şu azat qilmoq, ya'ni mukataba to'xtam qilmoq bo'lgan pulga to'g'ri yo'l bilan ega bo'lgan bo'lish kerak. Boshqadan bulab qolmagan bo'lsa, boshqalardan tatib olmagan, o'g'il olmagan, o'zi zot pul sanab olgan yo dadasi miros qolgan yo boshqa hadiya bergan, shunda pul bo'lish kerak. G'ayr mahjuran alayhi. Uning bag'razligidan, ahmoqligidan, yo ma'tuligidan unga tasarruf qilish huquqi cheklangan ahvol bo'lmasa, sahih al-jism. Tan salamati saq holatda bo'lsa, bunda odamninki mukataba qilish huquqi bor deb ittifoq ketdi. Vaqtalafu hal al-mukatabi an yukatiba 'abdahu am la. Endi mukataba qilingan bir qul bor. Nima? Bu qul
pul olgan bilan bu ticaret qildi, pul topdi, pul tepib, xo'jayiniga pul topshirgadi. Adat o'rgatadigan harakat qiladi. Aniki pul topdi, bunimi pul sotadi bozor, ish qiladi. Aniki qo'ldagi pulga mukataba to'xtamasi bo'ladi. O'zi mukatab. وسيأتي هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز. مكاتبның şirketlerдің qandığı buldu, qandığı bulmaydigan bapta bunu bayan qilamiz. Hozir mana mukatibning shirkatlaydi deydi. ولم يجوز مالك أن يكاتب العبد المأذون له في التجارة. Endi sen ticaretda pul tepib, tapgan pulni akab turib turgan deb xo'jayini ticaret qilishga ijozat bergan pul bor. Qo'lga dastur berib, sen bozor tijorat qil, kunda tapgan pulni akab ber degandek. Bu tijorat qilib, elib, chetib do'konda ya pul elib, buni ishlatib qilish mumkin deydi. Nahotki mush qiladi. Tijorat qilishga ruxsat qilingan qul. O'zining setib olgan narsasi pulolib qolsa, oshunga mukataba to'xtam qila olanda qilolmaydi deydi. Li'annal kitabata itqun. Chunki mukataba qilishgan ozod qilinishgan. Va la yajuz lahu an yu'tiqa. Va la yajuz lil 'abd al-ma'dun lahu fi at-tijara an yu'tiqa 'abdan. Va kadalika la yajuz kitabatu man ahata ad-dayn bimalihi. Yana qo'ldagi iqtisodni hammani chiqarsimi qarzlarini to'layolmaydigan odam bo'lib qolsa, bu chog'da qo'ldagi pulni mukataba orqali unda ozod qilib o'tolmaydi deydi. Chunki bu pulga hozir haqqul g'urama chetlib qoldi. Bunun babi keyin keldi deb aytdim, javob berdi. Yo'q, bunun babi keyin keldi, hozir uni to'xtatib qo'ydi. Mukatabning o'zining pulini mukataba qilishni kechikdi deydi. Lekin Abdul Ma'zun fi tijara mukataba qila oladi. İlla en yücizel gurama. Fakat lam qarz egalari sen pulingni mukataba qilsang mayli, ma'qul desa, ondan mukataba qila oladi. Zalika idza kana fi thaman kitabatihi inbi'at mithla thaman raqabatihi. Inbi'at mushtabta. وذلك إذا كان في ثمن كتابته مثل ثمن رقبته. Fakat lam mesela aş pul 10 ming ko'ylik pulki. Mukataba qilib azod qilasan bo'lmaydi deganimiz 10 ming ko'y buni qo'ldan chiqib qolsa, qarzlilarning pulini to'lamay turoldi bu. Bermay turolib, maymun azod qilayotgandek bo'ldi deb biz unutmaymiz. Lekin aş pulning bahasi 10 ming ko'y bo'lsa, bu 10 ming ko'y mukataba qilgan bo'lsa, 10 ming ko'y pul tushirdi buni. Bunda ahvolda haqqul g'urama zoya bo'lib ketdi, bu chog'da ma'qul deymiz. Agar uningdan ozlab qolsa, uning ko'ylik pulni, ash pulni satsa 10 ming ko'y qoldi ekan. Lekin mukataba qilsa 5 ming ko'y qilgan bo'lsa, bo'lmaydi. Buni setib, ash pulva kishilarni 10 ming ko'y to'lash lozim. Yani shundan haqqini qo'llashga iborat. Va amma kitabatul marid, hozir bu idofa lil fa'il. Yani kisel xo'jayin quliga mukataba to'xtami qilib beradi. Fa innaha indahu fi thuluth. Imom Malikning nazarida 3dan 1 doirasida qila oladi. Bu da vasiyatga o'xshash. Tuqafu hatta yasihha. Lekin bu kisel kishi, maradul maut hazira, eg'ir kasallik bilan o'lib ketish ehtimoli bor, kasallik bo'lgan bo'lsa, shu kasallik vaqtida kitoba qilgan bo'lsa, biz qarab boqamiz. Keyin saqib qolsa u kishi. Fatajuz ash to'xtami hisob. Saqaganligi hisob. Mirosxo'rning qizaga ketmaydi mana. Aw yamuta agar o'lib ketib qolsa, fatakunu min ath-thuluthi kal-'itq sawa. Xuddi kasal chog'da azod qilinsa, mirosning 3dan 1 doirasida bo'lsa, kuchga ega deydi. Shuni o'xshashlar 3dan 1ga bog'lab qo'yamiz. Indahu Imom Malikning nazarida bir kasal odam bor. Bu kasal odam unda o'g'lim o'lib ketib qoladi mumkin deb qanday qildi? Bu pullar nima ayolimiz qalarmi? Qo'shqarib Açıda azat qilib, mana sabr qilib, mana birisi ag'inani so'q qilib, qo'limdan chiqarib, bu xotinni ham musulmon, asal xotinlar deyishi mumkin.
Navalganda bu agar o'lmay qolib saqayib ketib qolgan ba'zi. Ayni qilib bo'lgandan keyin. Lekin bu mukotibani shundan maqsad qilgan bo'lishi mumkin deb gumonlanamiz. Saqayib qolsa. Chunki bu odam saqolatda xohlagancha tasarruflarni buzishga pullarni berib o'tadi, hadiya qila oladi, mayli, azod qilib o'tadi. Azod desimi hisobda. Hamda bu o'lib ketib qoldi. Saqayib o'lib ketdi. Kasaldan qurbanmay o'lib ketib qoldi. Ondan 3dan 1 doirada ash ishini biz kuchga ega deymiz. Agar butun iqtisodiy bo'lsa, 300 ming ko'ylak iqtisod bo'lgan bo'lsa, bu qulning ba'zi 100 ming ko'y bo'lgan bo'lsa, hisoblash. Agar butun iqtisod 100 ming ko'ylak, bu qulning ba'zi 100 ming ko'y bo'lsa, bu hisoblanmas. Yoki qulningki 3dan 1 qismi azod bo'ldi deymiz. Yoki mukotiba hisob deymiz. Uni boshqa o'lmaymiz. Chunki merosxo'rlarning haqqi zarar ketib qoldi. O'lib ketsa, 3dan 1 doirada bo'ldi. Kal'at qisva. Xuddi azab qilgan taqdirdami kasal chaqda 3dan 1 doirada hisob bo'lganda. Vaqad qila mendan deydi. In haba kana kadalik. Haba degan mana yaqinchilik qilib, issiqchilik qilib bahani to'ra qiladi degan ma'no. Muhaba deydi. Avasizlar tushirdi. Masalan, satmoqchi bo'lsa, buni akam kelib qolsa, vaqtida buni yerim basida bir o'timi issiqchilik qilib setizongan. Endi bu mukotib qilgan chog'da asli mushunda turli qulni 30 ming ko'ra mukotib qilgan. Odatda jamiyatda. Lekin bu qulga issiqchilik qilib 15 ming ko'ra bergansa, 15 ming ko'ra mukotib qilay desa, shunda bo'ldi deydi. In haba kana kadalik. Bularda endi yaqinchilik qilib qilgan bo'lsa, chuqurqidek bo'ladi. Va illam yuhabi yaqinchilik qilmay normal bahada qilgan bo'lsa, u ishlab pul topadi. Ishlab pul topib fa in adda va huwa fil marad. Ashadan kasal chaqda pulni ham to'liq to'lata azadolib ketadi deb. Ma'vo ikkinchi qarasha qiladigan. Va tajuzu indahu kitabatu nasrani al-muslima. Xristian bir xo'jayin qo'lida musulmon bo'lgan bir qul bor ekan. Esa musulmonni qul qilolmaydi. Qilolmaydi. Lekin xristian qul bordi. Shundan qachon musulmon bo'ldim deb qoldi. Shunda chaqda xo'jayini musulmon qul bilan mukotiba qila oladi deydi Imom Malik. Va yubau alayhi kama yubau alayhi al-abdul muslimu indahu. Yani bu to'xtam qildi. To'xtam qilganiga qanday qilamiz? Xuddi buning qo'lda musulmon bir qul bo'lsa, majbur chiqib setiblan pulisini tutadi. Musulmon qulni azod qilib tutqo. Yoki boshqa musulmonning qo'lga o'tkazib tutib. Shunga o'xshashlar bu mukotiba to'xtam qilsa, mayli deb chiqib setib mukotiba pulisini bermaydi. Demak bu kofirning qo'lida musulmon qul bo'lmaydi. Oyatda وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. تمام. فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان، يعني المكاتب والمكاتب والكتابة. وأما الأحكام فكثيرة، وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز. ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال متى يعتق المكاتب ومتى يعجز فيرق. Yuqorida mushu mukataba to'xtamining arkanlari bo'lgan mukatib, mukatab va kitaba qatorliq arkanlarga chetishlik masalalarning mashhurlarini biz deb o'tdik. Endi mushu mukataba ahkamlari kelsak, arkanda o'tab ahkam gap qilsak, yana shartlar gap qilsak, qanday shartlar joiz bo'ladi, qanday joiz bo'lmaydi desak, yani mush aqda dastlab qilib bahs qilgan ahkamlarning turidan mush ahkamlar chiqadi deydi. Mata ya'taqul mukatab, mukataba to'xtam qilgandan keyin mukatab qachon azod bo'ldi? Azod bo'ldigan vaqt qachon? Buni bekitish. Va mata ya'jazu fayariq. Qachon men bu pulni zad to'layamidi, bo'lamidimi deydigan vaqt bo'ldi. To'layamay qulluq qaytgan vaqt qachon demakchi? Va kayfa haluhu in mata qabla an ya'taqa aw yariqa.
Mana bayatın degandek pulni to'lab bo'lmay mukataba vaqti to'shmasdan o'lib ketib qoldi. Ya azatomida yoki qulluqqa qaytmadi shu mukataba muddati to'shavotgan pulni to'layotgan chog'dan shuni to'lab ketib qolsa, yo'q. Qul o'lib ketib qolsa, uning ahvolini bo'lmoqchi. Bu hur o'lib ketgan bo'lamdi, qul o'lib ketgan bo'lamdi. ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدخل مكاتبة qilgan chog'da uning ballar bo'lishi mumkin, ayol bo'lishi mumkin, chetishli qadam bo'lishi mumkin. Chetishli qadam bo'lib qolsa, mush to'xtamda mukatabga kimlar tava bo'ldi? Mukataba to'xtam qilgan bo'lsa, uningga tava kimlar shu to'xtam doirasiga kirdi? Balasi kiramdi masalan. Endi وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق ممن لم يبقى عليه. Aşularning ichidan qaysiligi zodi qulluq sufti qoldi, qaysi erkinlikka erishib ketdi, buni ayirish masalasi. فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس من هذه الأجناس الخمسة. لو كان عندنا مثلا بربرلب بيان قليل. الجنس الأول. وأما متى يخرج من الرق مكاتب to'xtam qilgandan pulni to'lab keldi. Bu pulni to'lab bo'lganda qachida qulluqdan azallikka erishamdi yoki mukataba qilgan chaqdan azallikka erishamdi, qachon erishadi demoqchi. Fa innahu ittafaqu ala annahu yakhruju min ar-riq idha adda jami' al-kitaba. 30 ming ko'yga deyishgan bo'lsa, 30 ming ko'yni hammani to'liq to'lab bo'lgandan keyin undan erkinlikka erishadi. واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض bir qismini to'lab qolib qolgan qismini to'layolmay qolishi ixtilof bor. فقال الجمهور وعبد ما بقي من كتابته شيء. Ash mukataba to'xtam qilgan puldan bir tanga qolgacha bir ko'y qolgan qadar bu qul holatida qoladi. Bir ko'y qilib to'layolmay to'xtab qolsa qulluqqa qaytadi. Jumhurning qarashiga وإنه يرق إذا عجز عن البعض. bir qismini to'layolmasa qulluqqa qaytib ketadi. Vaqt o'shaqasan ham ishga vaqt o'shaq. Ha, qulluq qaytalangan. Ya'ni shu vaqt ichida to'layolmasa ajaza bo'ldi, to'layolmagan. وروي عن السلف المتقدم الصحابة والتابعين سوى هذا القول مش قراشتن باشقا يعني سلفتن يعني نچ قراش روايت قلنا يعني تلبش قراش روايت قلنا دي لكن سوى هذا القول من بالماس مش جمهور تقال قراش مو سلف المتقدم دين كاغان قراش bu birisi buningdan boshqa yana 4 xil qarash rivoyat qilindi deydi. Bundan hammasi salafning qarashi. أحدها أن المكاتبة يعتق بنفس الكتابة. birinchi qarash ash mukataba to'xtamni qilgan hamon bu mukataba azat bo'lib ketgan hisobda. Bu bir qarash. والثاني أنه يعتق منه بقدر ما أدى. qanchalik pulni to'lab bo'lgan bo'lsa, shuncha qirsan qismi azat bo'lib ketadi. 50% to'lab bo'lgan bo'lsa 50% azat, 30% to'lab bo'lgan 30% azat bo'ladi. والثالث أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر. Yerimidan o'tib ketib qolsa, yerimidan jiqrabni to'lgan bo'lsa, azat bo'lib ketadi. Bu Hazrati Umar radhiyallohu anhu, Hazrati Ali radhiyallohu anhudan kelgan qarash. Thani deganimiz Hazrati Alidan rivoyat qilinadi. والرابع إن أدى الثلث وإلا فهو عبد. Uchdan birini to'lab bo'lgan bo'lsa, erkin bo'lib ketdi. Yana bir qarash bor. Ibn Mas'uddan rivoyat qilingan, o'zining qimmatidagi pulni to'lab qo'ysa, masalan, mushqul 50 ming ko'y qul ekan. Bu balki 100 ming ko'yga mukataba qilgan bo'lishi mumkin, 60 ming ko'y qilgan bo'lishi mumkin. Lekin o'zining qimmatidagi pulni to'lab qo'ygan naman azat bo'lib ketadi degan qarash. 5 xil qarash deydi salaf. Jumhurning bilan 6 xil qarash keldi salafdan. وأنبت الجمهور ما خرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد. من مشاهدسنا جمهور دلقلدان. وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 فهو عبد. Demek ki şu 10 tenge qasımı qul holatida degan mazmundagi hadis. Bu hadisun hasanun.
Yani biz bu Amr ibn Şuayb an abihi an ceddihi degan bu sanadni unda yani hasan darajalik bo'ldi g'oliban. Wa umdatu man ra'a annahu ya'taqu bi nafsi aqd al-kitaba. Hamda shu salafdan kelgan bir qarashning dalili mukatib to'xtam qilganligillam azatulab ketdi degan qarashning dalili tashbihuhu iyyahu bil bay'. U buni savdoga qiyos qilish iborat. Savdo o'qishimiz. Shu savdo to'xtamni shunday qilganligillam u ilm setim tutdi degan bo'ldi. Shunga o'xshash. Taki annal mukataba ishtara nafsuhu min sayyidi. O'zini xo'jayinidan setib olgandek. Shu savdoni shunday qilganligillam u uning mulki bo'lib ketdi degan. Shu chaqda azat bo'lib ketdi. Fa in ajaza lam yakun lahu illa an yatba'ahu bil mal. Ana u pulni bermay qolishcho. Pulni ba'dab oqil chirilishdan boshqa shu. U azat bo'lib ketdi. Menimning pulni bergan deb oqil chirilishdan boshqa gap yo'q. Pul tutishdan boshqa gap yo'q. Kama law aflasa man ishtarahu minhu ila ajal wa qad mat. Xuddi masalan nisiya bir savdo qilib, lekin pulni to'layolmay o'lib ketib qoldi. Qanday qildi? Shu merosxo'rlardan dadamiz setib olgan malning pulini biranda pul tutishdan boshqa yo'q. وعندة من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى قنچلك مقدار پولنى تۆلەپ بولغان بولسا شۇنچىلىك قىسمى ئازاد بولۇپ كېتىدۇ degan qarashning dalili ما رواه يحيى ابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد. Bunun mazmuni to'lagan puliga loyiq qismi azat bo'ladi, qatqagan qismi pul bo'ldi degan. Xarajahun Nasai, Abu Dawud, Tirmizi shularni rivoyat qilgan. Bu hasan darajalik bo'lishi mumkin. Wal xilaf fihi min qibali Ikrima. Hamda bu hadisning sihhatida talash tortish bor. Bu nereden keldi desen Ikrima degan mushravi bu İbn Abbas'nınki azatgardisi, şagirdi. Muşununda ba'zilar ancha ishondik emas deb qaraydigan bo'lg'achqa bu hadisning sahihligidagi talash tortish mishyatin kelib qolishi mumkin. Mush tarafidan ojiz bo'lishi mumkin deydi. Kama anna al-khilafa fi ahadith Amr ibn Shuayb min qabla annahu ruwiya min sahifa. Amr ibn Shuaybning hadislarini ba'zi olimlar bu bir qog'ozga teriga yozib olgan hadisda uni yodi tutib olgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu Abdulloh ibn Amr ibn Lasqa yozib bergan bir hadis qog'ozga yoki shu chog'da teriga yozilgan bo'lgan shu hadis mushuning oilasida saqlanib qolgan va mushu sahifadan rivoyat qilgan dedi. Yani sahifadan rivoyat qilishni hadis ilmida ojiz deydi. Sima bu ishonchli bo'ladi. Lekin kitobga yozib qolgan bo'lsa, kitobga ham xato yozib qo'yishi mumkin, yo o'chib ketishi mumkin, bir ehtimollik bor deb uni unda kuchli qaramaydi. Hozirgi zamonda biz kuchli qaraymiz endi yozilgan. Shundan lekin xato yozib qolgan, xato mansub qo'yilgan ishlar bor. Unda ki buni bu sahifadan o'qib qilgan hadis dadisidan olmagan deb ojizroq deydiganlar bor edi. Yuqori qarashda bu hadisni ojiz deganlar bor, ma hadisni ojiz deganlar bor demoqchi. Va bi hada al-qawl qala Ali. Hazrat Ali mush qarashni tutdi deydi. Necha persentdan turgan bo'lsa, shuncha persentda azatulloh degan qarash. Yani بحديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني يتحرر منه بحصة ما أدى ديان مزمون ديك أشهديس نأود المجي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا أدى الشطر عتق ألك برسنت تلبو غنبوسا وإذا طلب كتو ديان قرش الروايات من ده. وكان ابن مسعود يقول إذا أدى الثلث اشتنبرنا تلاب كنبوسا وإذا طلب كتو دب قريت ده. وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة هم الصحابة كرامن كان مش مسألة بس كل قرش ولا بقولش نما bunun qarashlarında hujjat bo'lmasmi? Qawl as-sahabi hujjatmi, hujjat emasmi degan masala bor usul fiqhda. Rajih qarashda hujjat emas,
degan bo'lsak-mu, fadzahir anna taqdira idza sadara minhum annahu mahmulun ala anna fi dalika sunnatan balagathum. Demak, ashab-ı kiramlar ma'lum bir miqdorni bekitgan bo'lsa, cho'qim bu Rasulullohning bir so'zni anglab shunda bekitgan bo'lish kerak deb mo'ljallaymiz deydi. Lekin unda yani hozir sahobaning hammasi ittifoqlashib yerini tilab qo'ygan bo'lsa zot yoki persent bo'yicha azab degan bo'lsa-da Rasulullohdan anlatgan deymiz. Hozir sahobaning 5 xil qarashi bo'lsa, unda olganda 5 yilning hammasi a'lon bo'lish kerak bo'ladi. Unda hozir bir-birini yana tarjih qilolmaydi. Lekin hammasiniki to'g'ri yoki ixtiyoriy bir qo'ypaga ahvol degan gap chiqib qoladi. Va fil mas'alati qawlun khamis. Mush masala 5-chi bir qarashim bor. İza adda thalathatal arba' utiqa. 75%ni to'lab qo'ysa, iza to'lab ketadi. Endi bu 5-chi qarash dedi, 6-chi qarashim bor dedik biz. Qimmatini to'lab qo'ysa, iza to'lab ketadi. Ibn Abbos rivoyat qilgan. Miyadabdan da idza adda thalathatal arba'a ataqa wa baqiya adiman fi baqil mal. Pulni topolmagan, qo'lda pul yo'q lekin qazi bog'lab qolgan bo'ldi. 25%ga qazi bo'g'ildi, o'rdi ekan. Vaqat qila in addal qimata fa huwa gharim mana. Biz degan qarashmiz. Qimmatini to'lasa, qimmatini to'lab bo'lgan bo'lsa, o'rilib ketdi. Endi qimmatini eshib qolgan qismiga qazi bo'g'ilg'aysizda. Masalan, buni qimmati 50 ming ekan. 60 ming qo'ygan, mukatab qilgan. 50 ming to'lab bo'lgan chog'da pul to'layolmay qoldi. Lekin bu azoblar ketdi, 10 ming geldi, qaz deymiz deydi. Ve o kavla Aisha ve İbn Umar ve Zeyd bin Thabit radıyallahu anhum. Aslı bu İbn Mas'ud radıyallahu anhum'a karşı Aisha, İbn Umar, Zeyd bin Thabit radıyallahu anhum'unki cumhur tuttan karşı. Cumhur dedi o. Ve abdun ma baqiya min kitabati şey dedi o. Muşu Ömer radıyallahu anhu, İbn Umar'dan, Zeyd bin Thabit, Aisha, Said bin Musayyab ve Zuhri'nin radıyallahu anh'a karşı. 4 imamı şunu ağan. والأشهر عن عمر وأم سلمة رضي الله عنهما ومثل قول الجمهور. عمر دمما أم سلمة دمما جمهور قرشه دك قرش كاجان ده. وقول هؤلاء والذي اعتمده فقهاء الأمصار. أشتر إمام وأم بشر أوزاعي ليث مشلهم سه مشو أزت عمر ابن عمر عائشة أم سلمة Zeyd bin Sabit ve Zuhri qatarlıqlardan kelgan qarashni tutdi. Ve zalika annahu sahhat ar-riwayatu fi zalika anhum sahhatan la shakka fiha. Mush sahabildan, bizlar ismini sanagan sahabildan mush qarash sahih yo'l bilan kelgan. Rawa zalika Malikun fi Muwatta'i. Buni sahih kelgan biz mustahabilning qarashini tutmaymiz. Endi boshqadan kelgan bu rivayetler sahih keldimi yoki ajizroq rivoyat bilan keldimi? Mana bir masala. Va aydan fa huwa ahwatu li amwal as-sadat. Ya'ni bu jumhurning qarashi ash xo'jayinlarning mol-mulkini qo'llab qilishda ixtiroq qarash deydi. Va li anna fil mabi'at yarji'u fi 'ayn al-mabi' lahu idha aflasa al-mushtari. Yana qiyas qildi savdoda. Mesela bir narsani satdik. Setib oluvchi xaridor buni pulini to'lamay qolsa, biz qanday qilamiz oxiri? Bash ba'zi narsani aynan bo'lsa, shuni qaytarib olibdik. O'zimizning satgan narsani qaytarib olibdik. Undan hozir bu pulni o'zini setib olgan, pulini to'layapti, shu pulni o'zini ana biz qo'limizga olamiz. Al-jinsu thani wa amma mata yariqu. Endi qanday chaqda bu pululab ketib qoladi? Qachon azab bo'ldi deganni dedi qadi. Endi qachon pul olib ketadi bu? Pullik qaytib ketadi. Fa innahu ittafaqu ala annahu innama yariqu idha ajiza imma 'an al-ba'd wa imma 'an al-kulli bihasab ma qaddamna ikhtilafahum. Yuqorqidak to'layolmay qolgan chaqda pullik qaytadi dedik. Yuqorda lekin qanchalik to'lasa olib ketadi bu degan tafsili bayon qildik. واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب. Pulanda hiç qanday sababsiz men bu pulni to'layolmayman bo'lib qolgan.
Tüleyemeyim deplam. Ruvası bulamdı. Yani pul tepişim bu. Ben hürü olsam kendi arzu kıldı. Aslında kocayın baktı bunu. Tayyatama. Ama bu hürlükке teşnab oldu. İnsandan hürlükke intiliş var. Anlıken bu aşında pulluktu künep bağlan. Kinandın pul tepip cepatatıp başka durup gemini yap, mında kılıcırıp koyup kaldı. Pulluk baktı. Rahatlarken bana. Bakalım da. İşlep pul tepişten ornuğa. Ben bu pulunu töleyemedim onu. Alınmış edip turvasa. Kanday kılış gerek. Mesela bir hadisi uçurdum. Ben meyip bulap kaldım. Töleyemeden bulap kaldım dese bu sebep bilen ucağım oldu. Bakalım. Ben pulunu töleyememe dep turu olup kalsa. Kanday kılamayız. Em leyse lehu dâlike illa bir sebep. Yani bunda kısbunmandı. Fakat Şafii el-kitabetu akdun lazimun fi hakkil abd. İmam Şafii depto el-kitabetu akdun lazimun fi hakkil abdi ve hiye fi hakkis seyyid gayru lazim. Muşu qaraş hazır almaşılap bağan deyilipti. Akdun lazimun fi hakkis seyyid ve hiye fi hakkil abdi gayru lazim desek doğru çıkdı. Sizin kitapta aslında izahat bergen olsun. Alimlarning qarashlarini bayon qilgan bo'lsa, ashuna chiqadi. Nakat aqdi lozim emas, aqdi joizmi? Xo'jayin bo'ldi. Hozir shu aqdi lozimmi, joizmi degan masala shu. Mushunda Imom Shafiy debdi, sayyid yanolmaydi, abd yansi bo'ldi demoqchi. Sayyid kitapda lazimun fi haqqil abd dedi. Kul yanolmaydi. İcra qilish kerak. Lekin Imom Shafiyning qarashi sayyid yanolmaydi. Kul yanolaydi degan qarash. Tadris bitta maktabdan olsam. Bu kitap bo'yicha men boqaylar qana. Kul yanolmaydi, xo'jayin yanolaydi debdi. Va qala Malik va Abu Hanifa asli Imom Shafiy qarorida qarish kerak. Imom Abu Hanifaning xato bo'lib qolishi mumkin. Nega Imom Ahmad, Imom Malik bilan o'xshash qaraydi ekan. El-kitabatu aqdun lazimun min at-tarafayn. İki şey yanılmaydan to'xtam bu. Ay baynal abd ve seyyid ve tahsil madhab Malik fi zalika en al-abd ve seyyid la yaqu an yattafiqa ala at-ta'jiz aw yaxtalifa. İmam Malik'in vazife biz tefsiri manda ayırmayız. Bu ikkilan hazır. Tüleyemmedim deganga ittifoq emasmi? Mesela şu kul men bu pulni tüleyemmedim deb turasa, xo'jayin rasvo'ni tüleyemmedi. Deb ikkilan tüleyemgan ittifoq kelib qolsa, bu bir. Yoki biraydan tüleyemmaydigan bo'lib qoldim deydi, biraydan tüleyalasa, unda deb turani bilan deydi. ثم إذا اختلف أن اختلاف الاشتراط فإما أن يريد السيد التعجيز ويأباه العبد. اختلاف الاشتراط hazır xo'jayin sen tüleyemmaysa deb turasa, qul yo'q men tutib tüleyalayman, erkin bo'ldim deb turishi mumkin. Yoki aksiya qul men tüleyemmadim deb turasa, xo'jayin yo'q sen tüleyalaysan deb yolg'on gap bo'lsa deb turishi mumkin. Yani an yurida bihi sayyidu al-biqa al-kitaba. Aksi bo'lib qolsa, tüleyemmaydigan bo'lib qoldim desa, yo'q sen tüleyalaysan, bu katib to'xtam bo'yicha ish qilamiz deb turishi mumkin. Ve yuridul abdu at-ta'jiz. Kul men tüleyemmayman deb turoldi. Xo'jayin sen tüleyalaysan, bu katibi to'xtam bo'yicha ish qilamiz deb turoldi. Fa amma idza ittafaqa ala at-ta'jiz, ikkilaydan tüleyemmaydiganligiga ittifoq kelgan ahvolda, fala yaqlu al-amru min qismayn. Mesela ya da iki türden hali bulunmaydı. Ahadihima yekuna dakhala fil kitabati waladun aw la yakun. Aş to'xtamda şu mukatab qulning bira balasi billa to'xtam qilishganmi, qilishmaganmi? Dada bala to'xtam qilgan bo'lsa masalan. Ay balasi qulga tava hisoblasa. Fa in kana dakhala waladun fil kitabati fala khilafa indahu annahu la yajuzu at-ta'jiz. Bu çağda tüleyemmedim deb turvasi bo'lmaydi ekan. Balasi aralashgan to'xtam bo'lib qolsa. Wa illam yakun lahu waladun fa fi dalika riwayatan. Agar balasi bo'lmasa, bu çağda ikki rivoyat keldi. Ihdahuma annahu la yajuzu idza kana lahu malun. Pul mali bor turib men tüleyemmedim deb turvasi joiz emas. Va bi qala Abu Hanifa. Wal ukhra annahu yajuzu lahu dalik. Tüleyemmedim desa mayli bo'ldi degan qarash.
فأما إن طلب العبد التعجيز وأبى السيد أمدا قل من تليم من دبترول ده لكن خجاين سن تليا ليس دبتروها بالدا لم يكن ذلك للعبد وشهد قلون ده تليم من دبتروها بميدون إن كان معهم قل ده باترب يقوم تليم من دبتروها بميدون أو كان له قوة على السعي ياك اشتيال ده ترب تليم من دبتروها بميدون اشلب تلا دينز. وأما إن أراد السيد التعجيز أمدا خجاين بتليم ما يسند بترولب وأباه العبد كل من تليا لما يقول لك نقرش من إشلاب دبترواسا فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكم حاكم بو أهلدا خلنا بيشترك الناس عنده عند الإمام مالك قاضي أخوان بيشترك الناس أهل قرب أبو تليا مالك لو مش خدام يا تليا لكن إشلاب قلت تلا لو قلت دون دايرينز. وذلك بعد أن يثبت السيد عند الحاكم أنه لا مال له ولا قدرة على الأداء. Kaçan ise hocayın hakimin aldıda bunun pulu yok. İşlem o pulda tülenmeydi zaten. Tülü gidek ahvalı yok. Dep ispatlagandan keyin andın hakim hüküm koydu dedi. ونرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة. مش هذا مش مسألة كي تلاش تاسمن جلد زغباسا دليل الله بقرب بغيره. فعمدة الشافعي ما روي أن بريرة رضي الله عنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تقول لها إني أريد أن تشتريني تعتقيني فقالت لها إن أراد أهلك فجاءت أهلها فباعوها وهي مكاتبة. Demek şu mukatebe halatta Ayşe radıyallahu anh'ın sıkıntı dedi. Beriran. Haracahul Bukhari. Hazır İmam Şafii. Hocayın ihtiyarı muhaddiki toplamış. Demek müşahede fi hakkı seyd gayrı lazımdır. Hocayın inivası buldu deyince delil ekeldi hazır. Müş kitapta yazılan toğra adet mansat müş delil şu da hazır. Lekin İmam Şafii'nin karşı İmam Ebu Hanife'nin karşı kitapta yazılandık bulması mümkün. Bir hatalık vardı. Demek hazır febâ'uha ve hiye mukâtebe. Mukâtebe altından sitretti bunu. Demek mukâtebe bika kılıvetti hocayın demekçi. Bika kılıvetti aleydu deyince delil mi? Ve umdetul malikiye teşbihahum el kitabete bil ukudul lazime. Maliki mezhebinin delili kıyasken. Ya lazım boğan, yeni olanmaydıgan toxtamlığı okşuttu. Ve lianna hukmel abdi fi hadal ma'na yecib en yekune ke hukmus seyyid. Bundan da hocayın yeni olanlardan bolsa kulun yeni olanlar lazım. Çünkü her konuda toxtamlı iki taraftan okşuş buldu. وذلك أن العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين. Şikri tarafta yenilmiş yeni olmaslık hukuku tam beraber buluş gerek. وأما أن يكون لازما من طرف وغير لازما من الطرف الثاني فخارج عن الأصول. Bir taraf yeni olanlardan, bir taraf yeni olmayan iş yapılsa bu usul kaidesi zıttıydı. وعللوا حديث بريرة رضي الله عنها بأن الذي باع أهلها كانت كتابتها لا رقبتها. Bula datta Berira radıyallahu anh'ın vakalikide ula baş mukataba boğan aşı nimege setvetken onu. Berira'nın özünü satmagan mukataba aş hakkını setvetken. Şunu sen bilsen. Ha. Çünkü manda usulun şirkette devletin talaqlısı şirketmedi usul. Talaqlısı nikat talağı lazım değil. Ya şey yapıldı hazır. Nasıl yapıldı? والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق الأب. أن الحنفي مذهب تكلمتون. Hazır Hanefi mezhebine, Maliki mezhebine bir karışta yanılmıyordu dep ekeldim o kitapta. Lekin bular Maliki mezhebler başka bir delil kelib şu karışta delil tuttu. Yani şu karışta Hanefi mezhebine başka bir delil kelibdi. Hammasi o'zalda delil kelibdi. Hanefi mezhebinde lemma kana al-mughallabu fil kitabati haqqul ab. Ana shu mukataba to'xtamida qulning haqqi sal jiqroq bo'ladi. Qul bir azobga erishmoqchi bo'ladi. Cho'ng bir ish ham qul uchun. Shunama wajib an yakuna al-aqd laziman fi haqq al-akhar al-mughallab alayhi wa huwa as-sayyid. Undan keyin qulning haqqi ortiq bo'lgandan bunda azroq haqqi bo'lgan kishi bu yanılmaydigan bo'lishi kerak.
Bulması iniplam acıkakka bağlamız yantat kuzudu. Aslı nikahdır şunda. Liannahu gayru lazimin fi hakkı zavj. Buna er kişi kaç talaklı bir vazifen oldu nikahda. Ama limekânet talâkullezî biyedihi. Bu nikahda talakını gasp kılıplam şu hukukun payını yeni valaraydı. Lekin bu nikah talakta ayrım verilgen bir hukuk. Maqul meselesinde o hücayin zavjga okşaşlam ayağın talak kılırken bunda hukuk işlesi bulunmaydı demek. Ve huve lazimun fi hakkı zavje. Nikahda ayol kişi o nikahını bekar kılırkenmaydı. Bunda varken nikah talakta şunda boğan bilen bu kul meselesinde çokum iki taraf yanılmayalım buluş gerek demiş. والمالكية تعترض هذا بأن تقول إنه عقد لازم فيما وقع به العوض. بدل تلقن أهوال دا bu lazım olabilir. إذ كان ليس له أن يسترجع الصداق. Çünkü bu toyluk varken bolsa bedelini aldıma algan iken toyluğunu qaytırıp alanmaydı. Şunun okşaş bu adamı hazır içkili tarafke lazım bolan, yanılmaydigan to'xtag'an demoqchi. Yani bu meselede Hanefi mezhebi bilan Şafii mezhebining qarashini naql qilishda bir xatolik bo'lishi mumkin. Davomki bu sal o'tib ketadi. Al-jinsu thalithu wa amma hukmuhu idza mata qabla an yuaddi al-kitaba. Yani idza mata al-mukatabu qabla an yuaddi al-kitaba. Pul to'liq topshirishdan ilgari o'lib ketib qolsa, fattafaqu ala annahu idza mata dun waladin qabla an yuaddi min al-kitabi shay'an annahu yariqu. Mesela balası bo'lmagan holda shu to'xtamda masalan balası birga bo'lishi mumkin dedik-ku. Balası yolg'iz ekan bu. Yolg'iz bo'lib, shu tutishgan pulni berishdan burun o'lib ketib qolsa, bu chaqda bu qul holatda o'lgan bo'ldi deydi. Bunda ittifoq ekan. Vaqtalafu idza mata an walad. Agar balasi va ular balasini qo'yib o'lib ketib qolsa, faqala malika hukmu waladihi ka hukmihi. Balasının hükmü, dadısının hükmü. Bir to'xtamda nima qilgan? Dadisi pulni to'lab qolmay o'lib ketgan ekan, bu qul holatda o'lib ketgan bo'ldi, balasi qul holatda qolgan bo'ldi deydi. Fa in taraka malan fihi wafa'un lil kitabati addawhu wa ataqu. Ha, pulmay o'lib ketdi, lekin endi pul molini tashlab ketdi bu. Pul bor ekan. Unda qanday qilamiz? Tashlab ketgan meros puldan mukataba pulisini to'laydi, dada balamiz azat bo'lgan bo'ldi deydi. Va illam yatruk malan va kana lahu quwwatun 'ala as-sa'i. Meros qoldirmabdi, pulni to'layolmagan, lekin ballari ishlab pul topa oladigan bo'lsa, baqaw ala nujum abihim hatta ya'jizu aw ya'taqu. Da'vakan dadisining to'lab bo'lmaydigan necha qarallik pulisi bo'lsa, şu pulni to'laydigan holatda qilib qoldi. Masalan, 5 qaralda 10 ming ko'ydan 50 ming ko'y to'laydigan bo'lsa, dadisi 20 ming ko'y to'lab bo'lib ketgan bo'lsa, bolalari ishlab pul topadigan bo'lsa, 3 qaral pulni 10 ming ko'ydan 30 ming ko'yni 3 ga bo'lib to'laydi deydi. Taki yo'q bu to'laydi, to'xtagan qadar yoki azat bo'lgan qadar shu to'laydi. Wa illam yakun indahum la malun wa la qadar ala sa'i. Pul yo'q, ishlab pul topolmay ish bo'ldi ekan bular. Raqqu o'sha qulluqqa qaytib ketadi. Va annahu in fadula 'an al-kitabati shay'un min malihi, pul mol qoldirib ketgan ahvolda, balis qoldi, pul mol qoldirib ketgan bo'lsa, uningki mukataba pulni to'lab qo'yamiz desam, to'lab qo'ygandan keyin pul eshib qoldi yani. Eshib qolsa, bolalari meros oladi deydi. Ala hukmi mirasul ahrar. To'lab bo'lgandan keyin buni hurlab ketdi, dazdan qolgan pulni hur hisobda oldi. Wa annahu laysa yarithu illa waladuhu alladhina hum fil kitabati ma'hu duna siwahum min warithihi in kana lahu waris. Dedi vallahi bir to'xtam qilishni. Bu kishining mush to'xtamga kirmagan boshqa bolalari bor ekan. Meros qo'llari bor ekan. Nolkin
bu adam o'lib ketib pulmon qilib qolsa o'sha to'xtamga daxil bo'lgan bolalari meros oladi, undan boshqa bolalar meros olmaydi dedi. Mana ajoyib ketgan. Odatda mal qoldirib ketgan bolalar meros olamanda normal ahvolda. Qo'llarga menova keladi. O'qilib ketgan bolalar meros olamanda. Yo'q, xo'jayin qoladi. İn kana hu varis gayrul valadillati ma'hu fil kitab. Demak, to'xtamda, bunda to'xtamlashgan shu balasidan boshqa farzandlar bo'lib qolsa, boshqa farzandlar meros olmaydi. Shu to'xtamdagi balalar meros ola oladi debdi. O qo'lniki pul o'qib qolsa, pulni berib azad ketadi. Ha, shu pulni berib azad qilib ketdi. Lekin shunda pul eshib qoldi. Puldan pul olmaydi pul. Yo'q, bu mukotab hozir. Ha? Mukotab pulni berib ketgandan keyin bu azad qilib ketdi. Azad bo'lgandan keyin uning puli bir odamning puli hisobida. Lekin Abdullah degani pulning gapi, mukotabning gapi emas. وقال أبو حنيفة إنه يرثه بعد أداء كتابته عن المال الذي ترك جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وأولاده الأحرار وسائر ورثته. Bu da to'xtamol bilishigini u da ayiramiz. Shu pulni to'layotgandan keyin azat bo'ldi. Azat bo'lgandan keyin qolib qolgan malni shu miros qo'lan bo'lsa, bir bolalar bo'ladi. Onun başkaları olamdı, toxtamlı bildi boğan balları olamdı, hemmisi alıdı. Adet normal muamele kılmaz mekçiken. Ve kâle Şafii, İmam Ahmed Nubillah, la yerithuhu benuhul ahrar. Hür balları olab kalsa ammaydı. Velellezine kâtebe aleyhim, mukatebe kılıp, şu toxtamlı bildiğini kıgalım, ulum alamaydı. Evvuludu fi kitabe, yak mukatebe muddetinden, 3 yıl muddet içinde, Tulgalı olup kalsa ulum alamaydı. Ve maluhu li seyyidihi. Onun pulmele hocayına tavat etti. Ve ala evladihillezine kâtebe aleyhim en yes'ahu minel kitabeti fi miqdari hududihim minha. Hem de dadısı ölüp ketkenken koldaki pulmal hocayına kıldırma. O pulunu tüleyemegeniken özünün örlük üçün bunu işlep pul tepip özünün nesibesini tüleydi o dedi. وَتَسْقَطُ حِسَّةُ الْأَبِ عَنْهُمْ. Mesela iki bala bir dadı bir şeyden bir toxtam kılışkan bolsa hocayınayla her birinin 10 bin koydun degen bolsa dadı söylep ketdi 10 bin koyunu puludun tölüdü kalgan pulundan mesela hocayın ilip oldu ondan iki bala işlep tölediğin pul 20 bin koyun dadısının 10 bin koyuna şüretimez. Üzdünki nesibesinden tolayıp dadısının tölmaydı dedi. وبسقوط حصة الأبي عنهم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين بلوش لا قربتهم والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم تعتبر القيمة هم دادسنın kıymetini çıkartımız desek dadısınınki pulunu çıkartımız diyor. Dadısınınki her bir adamga 10 bin koydun da 10 bin koy çıkartamdı. Ya ki dada bu çoğun adam boğanırken bu 15 bin koy kaldı adamda bunu satsa. Bağlı 5 bin koydu 10 bin koy aldı. Manda ise olandı demek. Bazılar ya kıymetini çıkartırız. Dadısın 15 bin koy kaldıran olsa 15 bin koy çıkartmaz. Bir kişiye 10 bin koydan kilitli demeyimiz yaptı. Ve o kavli Şafii ve qila bil thaman. Ve qila bil thaman diyen ya dastlabda şunu setib olgan pul bo'lishi mumkin. Al qiyma degan en aqam. Şu pulning qiymati qanchalikda 15 bin ko'ylik desa shu. Ve qila hissatuhu ala miqdar ru'us. Shunga qarash adam 5ga chachimiz pulni. Ikki bola bir dada bo'lgan bo'lsa 3 kg chachimiz. Bir kishining o'sini dadasining hisobiga chiqaramiz ekan. وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم للذين ولدوا في الكتابة. Bular dadasının nesibesi çıktı diyenler şu mukatabada toxtamga birleşigen balalarga nisbatan dadasına çürütümüz yaptı. Lekin mukataba vaqtida şu jarayonda to'lg'ili bo'lib qolsa, o'ldan çürütmaymiz. لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تابع لأبيهم. Bu dadası tabi'de. Davamında onun gardinden o dadasının hakkını çürütmeyemez degan.
Yani dadısının hakkı olsa aşılımı işlep tüleydi demek. Ve umdeti malikin ennel mükatebine kitabeten vahide ba'duhum humla ve an ba'd. İmam Malik depten bir toxtamdan qilganlar bir-birini yariyolakti bo'lib, bir-birining pulus tülüşep biraqlam azat bo'lgan kishilar. ولذلك من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباقي. Onun işinden ölüp ketkenler ya azat ölüp ketkenler bo'lib qolsa, uning nasibisi boshqaning ustidan tushib ketmaydi, onlar chiqarib o'tmaymiz demoqchi. Bir tutash savlaymiz. Va umdatul fariq al-thani anna al-kitabata la tudman. İkinci qarashning dalili bu mukataba deganda u bir-biriga unda kepil bo'lgan shu. Boshqaning eg'ichiligini ko'targan shu. وروى مالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول الكوفيين. İmam Malik Muvatta'da başında bir vakalıkını bayan kılgan. Mekke'nin valisi bir kul mukatabalatda ölüp gitip, tehe o pulunu tülep bulamadan ağlatı ölüp gitipti. Pul baki, özünün balları baki. Şuna qanday qilamiz degan ekan, Abdulmalik ibn Marvonga xat yozgan ekan, u oldilar boshda mukataba nasibasini to'lab o'tsa, uningdan keyin qilib qolganini bolalarga meros bersa deb hukm qilib qo'ygan. Mushini Hanafi mazhabida dalil qildi. Imom Malik o'zi Muvattada rivoyat qilib, o'zi amal qilgan. Ya demek şuna bir tutaş muamele kılmaz edi. Mesela 5 adam bir toxtamda bir kağızdan toxtamlaştı. 5 adamga birdan mukataba qildi. Bunisi balki birda da to'rt bola bo'lishi mumkin masalan. Yoki ayrim odam bo'lishi mumkin. 10 ming ko'ydan 50 ming ko'y degan bo'lsa, biraydan 10 ming ko'yni shunda to'lab-to'lab azatunda shunchalik deb chiqarmaydi deydi. Yani tam to'lab chiqdi. 10 ming ko'y to'lab bo'lgan bo'lsa, ya'ni ishlab to'layolmagan birisininkini to'lashib turib, hammadan tan biridan tasaq tan yeymiz. 5 tunkasi tan ko'ramiz deb ular bilmadi Alloh deydi. 50 ming ko'ylik to'xtam bor. 50 ming ko'yni to'liq qo'lga olib qo'ysa xo'jayin 5 yil azat bo'ldi. Bo'lmasa bir so'm azat bo'lmaydi deydi. Oyada dodsular kelsa, uni hissini chiqarayotgan. Sama chiqoldi 20 ming ko'y ko'raydi. Miyada yana qur'on hissini to'landa. Demak, hozir mana ikkinchi qarashning qarashi. Ixtilof bo'lgan masala bo'lg'achdan وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب. أن مشاهدة مش مسألة تلاشت أصلاً مش مكاتب أولب كتب قلنا مكاتبة بوغان شغلة. Bu hür öyle kitabında ya ki kul öyle kitabında diye mesele görüp takıldı dedi. فعند مالك أنه يموت مكاتبا. İmam Malik mukatabalarda öyle kitken buldu. Yani bu hür mü emas, kul mu emas, fi menzile beynel menzileteyn demek için. وعند أبي حنيفة أنه يموت حرا. Mana görünme. Abu Hanife ölgen çağında hür öldü de hürlük erişsin bu demek ki. وعند الشافعي أنه يموت عبدا. İmam Abu Hanife'nin hürriyet perverliğe yani müşahede çıktı. وعلى هذه الأصول بنوا الحكم فيه. Demek muşu meselenin üstüge anladığım başka ahkamını kurdu bular dedi. Yani bu hür ölemdi, kul ölemdi ucunda alet ödep gidip kalsa diyen meselege başka meselelerini kundu de. فَعُمْدَةِ الشَّافِعِيَّةِ اَنَّ الْعُبُودِيَّةَ وَالْحُرِّيَّةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَسَطٌ. İmam Şafii ya kul oldu ya hür oldu. Onda oturdu, nasıl bulmaydı bu depti. Yani bu kulluk tarafı edilmesi kul demek ki. وإذا مات المكاتب فليس حر بعد. يعني المكاتب على تولسة bu hürriyet erişmeye çağda ulgen buldu. لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته. Pulunu tuluq tülep olsa anın hürriyet erişti. Bu tülep olmayı öldü. Bir dirhem qazın qıldı cumhurun qarşı. Ondan ki bu kul alat ulgen buldu demek. وهو لم يؤديها بعد. Ondan ki tuluq tülep bulamagan iken bu kul. Fakat baqiya annahu mata abdan. Ondan iken bu
pul halatda o'ldi deyishdan boshqasi yo'q. Li'annahu la yasihu an ya'taqal mayyitu. Chunki bu o'lib ketgan odamni azod qildigan shu. Hayat adam bo'lsa bu azod bo'ldi, azod qildik degan bo'ldi. O'lib ketganda azod qildik degan gap qamlashmaydi demoqchi. وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه. Bu o'lgan chaqda mukataba to'xtatib tutishgan, to'lash kerak bo'lgan pul ba'lat o'lib ketdi. Shu puldan qancha to'layoladi? Shucha azod bo'lgan bo'ldi demoqchi. لأنه ليس له أن يرق نفسه. Chunki u o'lib ketgan odam u zada pul to'lab qulluqqa erishishni xohlaydigan odamdir. Agar hayat bo'lsa, maqbulni to'lab hurligingga erishamsiz, hurligingizga erishamsiz, albatta erishman deydi. Undan keyin biz pulni to'layotimiz, to'layotganlar bu azod bo'lgan bo'ldi. Wal hurriya yajib an takuna hasilatan lahu bi wujud al mali la bi daf'ihi ila sayyid. Bu pulni xo'jayinga to'lash bilan berish bilan hurriyat hosil bo'lmaydi. Bosh pul shundan qo'lida tepilsa otomatik azod bo'lib ketadi demoqchi ekan. Bu hamda o'lgan bo'lsa-da hayot vaqtida erishilmabdi o'rlikka. O'lgan chaqdimi o'lsin deb o'rlikka tashabbus qilgandan kelgan. وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية وهي الكتابة. والكتابة درجة دبقرد. فمن حيث لم يورث أولاده الأحرار منه جعل له حكم العبيد. Onun hırbalları meres alanmaydı diyenlik cihetten bu kul deb qaraganda min haythu lam yuwarris sayyidahu malahu hujaynaga onun meres qalmaydı diyen cihetten hakama lahu bi hukmil ahrar. Onu hır degandek bo'ldi. Wal mas'alatu fi haddil ijtihad. Bu anda har xil qarashda bo'g'iladigan ijtihodiy masala. نص يقوم. ومما يتعلق بهذا الجنس اختلاف في ولد المكاتب. المكاتب ما عادة ديدكتني إلى كلنا إلى شخصنا تجارة تطلعون. أنا كم بود ديدكتن بجنالة بنونا فرزن كربتو. مكاتب نو ولد ولا. إذا مات المكاتب أن ولد بالت مكاتب ولا كتب قاسا وترك بنين فرزن أن تشب كتبتو. لا يقدرون على السعي. بولا İşte tapınmadan kişi balıyken ve aradıkul en tes'a aleyhi. Ana men işlep pul tepip bu şu ballarını azat kılayırmak için. Fekale Malik leha dalik. İmam Malik ve İmam Ahmed ayında işlep pul tepip azat kılayırmak buldu. Fekale Şafii vel Kufiyyun leyse leha dalik. İmam Şafii ve Kufa İmam Ebu Hanife ve başkalar bunda kılamaydı o. Yani hemmesi kulluk kayıtılırmayacak. وعمدتهم أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد. أم الولد mu aslı bu mukatebninki milikte. İşte ama gerçi mukateb ona satammış mı? Lakin mal isabet etti. Yani o mukateb ölgenlikken hocayınıga tapıldığın bir mal mülk isabında. Umumen mukatebden baksan mı? Mukatebnin Didiki bu. Mukatab billolab aş ayal aş şörse bir farzand to'pagan. Qulning quli esa. Qulning quli. Lekin shu qulidan bir farzand ko'rgan bu. Umuvalad degan xo'jayin billolab bal topgan bo'lsa ash dedak umuvalad. وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها. Aşu mukatabninki hürlikke kitabatkan haldaki aşında bir izzet hürmeti aşu hukuk aşu umulatki ötek gidiyordu. Şuna göre kaldı diyen. Yana ballarım kalıdı. Ondan iken aşu mukatab toxtağını xuddi bika kılmağındak balları pul tepsilan hocayın tülüyorsun buldan. Ballar kişi kovanıken tülüyemeyenken onun ayalı yani çöresi balısının anısı pul tepip tölesi bulavurdu. وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا تَرَكَ بَنِينَ صِغَارًا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّعْيَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَا تَسْتَطِيعُ السَّعْيَ أَنَّهَا تُبَاعُ.
Endi İmam Malik aytdi, yuqorqi ahvol o'xshash ahvol, lekin ummolat ishlab pul topolmaydigan bo'lsin. Bolalarım ishlab pul topolmaydi ekan, ummolatimi ishlab pul topolmaydigan bo'lsa, setiplamonni bijana bir o'timiz debdi ekan. Bu tarafdan İmam Malikning masalaga qarshi ajzi. Ma'nosini siz setlib xo'jayinning mol mulki bo'lib ketadi degandan keyin shunda deyishimiz kerakda degandek bo'lib chiqdi. أنها تباع ويؤدى منها باقي الكتابة. أما سيدتب بس xo'jayinga barmaydi emas. Ya'ni bu ummolat dammas xo'jayinning quliga deb bermaydi ekan. Ishlab pul topolmagan ekan, shu ummolatni sotganmiz. Seytib mukataba to'xtamidan to'lanmagan pulni to'latamiz edi. Unda osmonning farqi balkimda anasini seytib pulni to'latsak, baldir bo'lsin, o'rlab ketadi degan. Seni qulpit qilyapti. Jumhurimiz shunda degan zot. وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لأم ولده. مكاتب أم ولدن ستميدو دب قرب دوشكيل. إمام شافعي مشهور نولن بالله صاحب نولن بالله. ويجوز عند أبي حنيفة هذا والشافعي دبته مش خطأ. إمام أبو حنيفة ستالي دب قريدو. إمام شافعي والصاحبان ستميدو دب قريدو. واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب. إمام مالك'ning shogirdlari o'sha mukatabning umvolad masalasida ixtilof qildi. Mukatab o'lib ketdi, umvolad qoldi. Va taraka banina va fa'a kitabati. Mukatab o'lib ketib, umvoladni qo'yib ketdi. Pul iqtisod qo'yib ketdi, o'zining mukataba to'xtamini deyishgan pulni to'laydigan iqtisod tashlab ketdi. Farzandini tashlab ketgan bo'lsa, hal ta'taqu ummu waladihi amla. O'chada shu mukatabniki ummu waladi azod bo'lib ketamdi, bo'lib ketmamdi degan masalada Imom Malikning shogirdlari ixtilof chiqib qoldi. Faqala ibn al-Qasim idza kana ma'aha waladun ataqat va illa raqqat. Ash ummu walad bilan billah bolasi bilan qolsa ummolat azod bo'lib ketadi. Bo'lmasa qulluq qaytib ketadi. Chunki ummolat bolasining sababidan ummolat bo'lgan. Shu darajaga yetgan. Unda bo'lsa bolasi bo'lib qolsa, shunlar ilinish bilan azod bo'lib ketadi debdi. Va qala ashhabu ta'taqu ala kulli hal. Har qanday ahvolda pul to'latadigan bo'lgan, iqtisod bo'lgan ekan azod bo'lib ketadi debdi. Wa ala asl ash-Shafi'i كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده. ما شابهته onun pulunu to'laymiz, o'g'limiz davjimiz tashlab ketgan pul, ummolat, ballar hammasi xo'jayinning mulki va puli hisoblanadi. La yantafi'u bihil banun. Ballarimi foydalanmaydi maldan fi adama alayhi min kitabatihi. Darisning kitobi pulisini to'layolmaydi. كانوا معه في عقد الكتابة وكانوا ولدوا في الكتابة. وبلره أجدادسيلان توختامdı بالله. Yezilib to'xtamlashganligi bo'lsin yoki mukataba pulni to'layotgan jarayonda tug'ilgan bo'lib qolsin, baribir bu xo'jayinning mulki bo'lib qaytib ketadi. Va innama alayhi sa'i. Ballare qaytib kelmaydi ekan. Lekin xo'ja shu mukatabning pulini xo'jayinning mulki bo'lib ketgan, lekin ballar qanday qildimda? Ballari o'zi ishlab pul topib, xo'jayinning rozi bo'lib o'rligiga erishadi demoqchi ekan. Va ala asli Abi Hanifata yakunu hurran va la budda. Imom Abu Hanifaning mush masalalarga asosiy qarshiga tayansak, u ballar qanday bo'ldi? O'rlab ketdi. Darsning pulini to'layadigan pul bor. To'lab o'tibman, o'rligiga erishaverdi demoqchi. ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان. ابن القاسم منك قرشة ابن القاسم إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت. استحسان مشندا قصة يخشى يعني مقاصد الشريعة روحي مشاهدة وجد شخصه
demek ekan. Aslida normalda hur xo'jayinni bo'lib qolsan, xo'jayinga azatga ketadi. Lekin ma'vo hozir hur xo'jayin emas, mukatab. Mukatabning molida ekan, bu shunda ahvol qoldi. صائرة فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدنا صائرة إليها. أشنو بردوري؟ والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.